Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun sexdan chiqayotgan g'ishlarni sizlarga obzor qilib beramiz. Yangi avtomat reskalarda, yangi liniyada 24 tali qoliplarda chiqyapti. Razmerlari o'ta ham idealni. Manzilni tushuntirib o'tsa, Farg'ona Toshloq tumanida Zarkin ko'ridan 500 metr kirganda, ko'rishingiz mumkin. G'ishlar yonlari mana paraxalari qilsa ketadi. Shu o'ta ham idealni chiqyapti. Hozir 25 li razmerga qo'yib qo'yganmiz. Orada 3 ta 10 li razmeri bor. Hop, 25 li Andijonga zakaz qilishgan. Kubasi 480 ming so'mdan chiqyapti. Dastavkalarini kelishamiz, xudo xolasa telefon qilsalaring. Mana bu yoqda ham 20 li razmerda yoshlar, xudo xolasa zapasda bor. Kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yoqda 25 lilari. Hop, 20 lilarda narxi 17 ming so'm joyida chiqyapti. Hop, 2 bosqichli sushilkaga kirib chiqqan g'ishlar. Ko'rishingiz mumkin. Ichkaridan issiq. Parda chiqayotgan ko'rayotgan bo'lsalaring, telefonda qanchalik ko'rinyapti, betga qaynoq par uryapti. Bu yoqda birinchi sushilkamiz kesilguncha jarayonda turadi. Bu yoqda 4 tavalli avtomat reskalarda kesiladi. Bu yoqda polni avtomatda ko'rishlarki avtomat shalkalarda ishlar chiqadi. Hop, liniyani ham yangi o'rnatganmiz, hali kraskalari ham bo'lgani yo'q. Ko'rishingiz mumkin. 4 valli avtomat reskalarda kesiladi. Undan keyin yonmachasiga kesiladi. Bu yoqda g'ishlarimiz to'la ichkari par olib ketgan, umuman ko'rinmayapti. 70-80 gradus bor ichkari. Sushilkaga o'zimiz birak g'ishlardan urib yuborilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda polni 25 lila taxlanyapti. 1600 ta bo'lganda dastavkaga chiqib ketadi g'ishlar. Sifatda ko'rishingiz mumkin. O'ta ham idealni. Kimga qanaqa razmerlar kerak bo'lsa, hop, ko'pchilik 40, 20, 60 razmerini so'rayapti. Kimga zarur bo'lsa zakaz qilsalaring, zakaz asosida chiqarib beraveramiz. 40 li g'ishlarni ham любой razmer dolasa bor, avtomat reskalar любой razmerga bemalol kesaveradi. Bu yoqda g'ishlar ko'rayotgan bo'lsalaring, o'ta ham idealni holatda chiqyapti. Sushilkaga kirgan, xudo xolasa trishina, mayda trishinalar bo'lmaydi. Kimga zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.